Assalomu alaykum, hurmatli YouTube tomoshabinlari. Bugungi videomizni yana davom ettiramiz. Birinchi videomizda 102 masalasida biz yuzlangan bo'lsak, bugungi videomizda ekspertiza masalasida yuzlanamiz. Nimaga holatlar bo'lganligini hozir Shahruzbek o'zi tushuntirib beradi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Otabek aka. Ekspertizani birinchisi bizda demak ariza kelgan kunning o'zida o'tkazilgan. Gulerano Qosimova 21-aprel kuni Furqat tuman prokuraturasiga murojaat qilgandan keyin sud tibbiy ekspertizasi tayinlangan. Sud tibbiy ekspertizasini demak Qo'qon tumanlararo bo'limida o'tkazishgan ekspertlar Sotivoldiyev va Sattorov. Ushbu ekspertiza xulosasida fuqaro Qosimovani o'sha tanasida aniqlangan tan jarohatlari tekshiruvga qadar 7-10 sutkalar oralig'idagi muddat ichida yuzaga kelgan bo'lishi mumkin va yengil tan jarohati sirasiga kiradi deb ekspertiza xulosasi berilgan. Bu demak bizda 11-14 aprel kunlariga to'g'ri kelyapti, voqeadan oldin. Ko'pchilik aynan faqat mana shu ekspertizani gapiryapti. Tergovchini xodimlarga nisbatan jinoyat ishining bir qismini harakatdan tugatish to'g'risidagi qarorida ham, sud hukmida ham o'sha hozirgi advokatlarimiz, ayblanuvchilarning advokatlari gapirib chiqyapti. Hammalari aynan mana shu ekspertizaga yopishib olishyapti. Biroq bizda bu holat tan jarohatlari bo'yicha yana bitta ekspertizamiz bor. Gulerano Qosimova 22-aprel kuni o'z joniga qasd qilganligi holatini aytib o'tganmiz. Shu kuni shu holat bo'yicha demak Furqat tuman prokuraturasi tergovchisi Nosirov tomonidan ekspertiza tayinlangan, sud tibbiy ekspertizasi. Demak, boyagi ekspertiza xulosamizda raqami 2018 edi. Bunisi 5-mayda taqdim etilgan 2092-sonli ekspertiza xulosasi. Bu yerda xulosa qismini ko'rib o'tamiz. Demak, Gulerano Qosimovani tanasida, ya'ni boya aytib o'tilgan chap sonida, chap tizza bo'g'imida va chap boldirida qon talashlari mavjudligi, bu tan jarohatlari qattiq o'tmas jismlar ta'sirida qisqa vaqt ichida ketma-ket tarzda yetkazilganligi, jarohatlari xususiyatiga ko'ra sud tibbiy tekshiruvidan oldin 6 sutkadan ko'p, 12 sutkadan ko'p bo'lmagan muddat ichida yuzaga kelgan bo'lishi mumkinligi ko'rsatilgan va yengil tan jarohatiga toifasiga kirishi aytilgan. Demak, bu holat bizda 12-18-aprel kunlariga to'g'ri kelyapti. Ya'ni hodisa sodir bo'lgan 17-aprelga to'g'ri kelyapti. Qanday qilib bu ekspertizani natijasi bilan avvalgi ekspertiza natijasi to'g'ri kelmayapti? Ikkinchi ekspertizamizni Hamdamov va Sattorov ismli ekspertlar o'tkazilgan. Ya'ni Sattorov ismli sud eksperti birinchi ekspertizada ham bo'lib turib boshqacha показания bergan, xulosa bergan. Ikkinchi ekspertizada boshqacha xulosa bergan. Va yana bitta tomoni borki, ishni birinchi instansiya sudida ko'rish jarayonida Gulerano Qosimovani telefoni